Assalomu alaykum. Hozir sizlarga toza bizani o'zlarimiz novinkalarimizni tanishtirib o'tacakmiz. Bu mini pirojnilar. Narxlaramdım hamyonbop sizlarni to'y dasturxonlaringiz, bazm dasturxonlaringizda dim ochib sizlarga o'zini ta'mi bilan yodlaringizda qolib ketadi deb umidamiz. Bu bizning markoni pirojnimiz, krem chizli, usti shokolad bilan qoplangan. Mazali. Krasniy barxt ko'pchilikni sevimli pirojnisi, usti krem chiz bilan. Smorodinoy mus, odam aytib turibdi, ichida smorodinoy musi bor, mazali. Shokoladniy musimiz, shokoladni yaxshi ko'ruvchilar uchun ayni muddao. Клубничный мусс, içinde клубникалы mussimiz bor. Bu fisyashkoy pirojnimiz, fisyashkoy biskvit, fisyashkoy krem bilan birgalikda fisyashkani sevuvchilar uchun mehr bilan yaratilgan. Fransuskiy pirojnimiz, yong'oqli biskvit, mazali orasida molakoli krem bilan. Hammani sevimlisi, hamma to'ylarimizni guli bo'lib turgan cheesekake'larimizdan biri. Snickers, adi bilan ham Snickers, ko'rinishi ham aytib turibdi. Limonoviy mousse, limon adda limon bo'lganligi bilan kisli emas, o'zgacha o'zina yarasha mazalarga ega. Hamma pirojnilarimiz bizning vokzalda do'konimizda olishingiz mumkin. To'y dasturxonlaringiz uchun 3-4 kundan zakaz berishni unutmang. Hozir sizlarga biz toza soatlarimizni obzorini aytib beracakmiz. Bu toza soatlarimiz sizlarga mazasi bilan yoqadi degan umiddamiz. To'y bazmlaringiz, dasturxonlaringizda ko'rki bo'ladi degan umiddamiz. Birinchi salatimiz jigardan bo'lgan salat. Jigar, pomidor, cheri pomidorlar bilan boshqacha bo'lib, zakuz uchun vkus beradi. Keyingi salatimiz bizning solyonli ham sveje sabzavotlardan yaratilgan go'sht bilan baklajan solingan salat. Keyingi salatimiz bizning sveje salatlardan biri, bu ham go'shtli, mazali, chesnochli vkusga ega bo'lgan salat bo'ladi. Navbatdagi salatimiz bu grechskiy salati. Buni hamma biladi, hamma yaxshi ko'radi. Petak salat bilan, olivkalar bilan atilgan salat. Mayonez salatlarimizdan biri bu zeleniy degan salatimiz. Охотничий kolbasa, bodring, zelenlar bilan, tuxumlar bilan tayyorlanadi. Keyingi salatimiz bizning Izmir degan salatimiz. Bunda go'sht, cheri pomidor, tuxum bilan chiplar, bir boshqacha neobычный mazali salat. Ichida iceberglar ham bor. Keyingi salatimiz bizning pesto sosda, eng modniy soslarda atilgan salatlardan biri. Rukola bilan, parmezan, kedrli shokolad bilan mini mozzarella salatimiz. Keyingi salatimizdan biri bu an'anaviy dollar salati, dildan tayyorlanadi. Ko'pchilikda yaxshi ko'rgan salatlardan biri. Keyingi mahsulotimiz biza hozir toza takliflanib turgan mahsulotlardan biri. Ko'pchilikning sevimli mahsulotlarini aylanib bora turgan omletniy rulet. Bular tovuqli ham go'shtli nachinkada. Har bir dasturxonlaringizni ochadi sizlarni, o'zlaringiz ham yoqadi deb aytamiz. Hammangizni ikkinchi do'konimizda, ya'ni salat do'konimizda kutib qolamiz. Zakazlaringizni iloji boricha bir kun oldin berishni unutmang.